oyiga 50 ming dollar pul taklif qilsa, siz qimorni reklama qilgan bo'larmidingiz? Jamshid ukamga, qarochi, Mosbetni bir barobar ko'rsatingda haligini. Bu Adin Xbet ekan. Yalasi bo'ylab yozyapti-da, xullas 50 ming dollar oyga taklif qilyapti. Bu kishiga 30 ming dollar pul taklif qilyapti bir oyiga. Ana, reklama qila olsangiz, yozyapti. Yo'q, aka, qimor o'yinlarni reklama qila olmayman deb yozyapti-da. Siz nimaga rad qildingiz? Qisqa qilib aytaymi? Haromda shu. 50 ming dollarda bir oyiga. Sizchi? Aka, shu qimordan qancha yaqinlari uyi kuyib ketyapti. Bunga biz sababchi bo'lib qolamiz-ku. 20 yashar bolalarning gapini qaranglar. Siz qimorni reklama qilayotgan akam, mana shu bolalar miyasida men ishlamaydi. Hozir haloliy ovozini eshitaman. Ana, qimorni reklama qilmasana, mana shunaqa mahsulot olsa bo'ladi. Ular Jamshid mashinasini sotib olyapti, men sotib olyapman akalar. Baxtli bo'lasizlar, qimorni reklama qilayotgan akalarim, salomat bo'linglar.